Bozorga asalli BX kelgan mana. Svetoforni bilasizlar, Yormozorda. Mana masjidning yonida qiziqarli joyini aytaymi? Ertalab soat 10 dan kechki paytga 12:01 gacha ishlaydi. Qiziqarli narsa aytaymi? Hozir asalli BX dan tashqari kiyovlarga ham asalli BX chiqarilyapti ekan. U qanaqa bo'ladi, ichida nimasi bo'ladi aka? Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, kiyov BX'imiz ichida asal, yong'oq, mayiz, xurmo, pista, bodami bo'ladi. Aha, ichida bo'ladi. Ha, u quvvat bo'ladi. Ha, o'ta quvvatli narsa bo'ladi. Immunitetga ham, shamollashlarga ham hamma yoqqa foyda. BX o'zi aslida juda ham foydali narsa bo'ladi. Quvvat ko'taradi. Bularda nima bor? Bularda mana BX'larimiz bor. Pishyapti. Bunda ham BX pishyapti. Bunisida makka bor. Makka. Xo'p, bu qarang. Mo BX'ni ko'ryapsizmi? BX'ni realniy o'zlari akamiz. BX bog'i bor 250 gektar, o'sha yerda BX pishirib, BX sotadi, asalli BX qiladi. Bundan tashqari bular nima turibdi aka? Ananasli sok qilyapmiz. Ananaslarimiz o'rtada bir bemazasi kelib qoldi. Hozir o'ta go'zal shirinlari kelyapti. Shunaqa zo'r chiqyapti mana ananaslar. Soklarimiz zo'r. Mana akalar, mana anorni ham qaranglar. Sveji anorni mana chiqaryapti. Suvni ko'rasizmi? Bunday olib borib ko'rsating, ishtahasini oching tog'alaringizni. Yaqin olib borib ko'rsating. Xo'p, bundan tashqari apelsinli sok chiqyapti. Bundan tashqari yana qaranglar. Buni qarang. Bitta tatingchi. Qani? Nima usul banyachi Nima deyapti mazasi? Zo'r ekan. Realniy mazasi zo'rmi? Mazasi zo'r ekan, haqiqatdan. Qizilchani soklarigacha bor. Olmani, sabzini soklari bor. Sumalilarimiz bor. Mazali, juda. 2 yildan beri sotamiz, sinovdan o'tgan zo'r narsa. Kiyov kokteyllar. Bundan tashqari nimalarni qilib beryapsiz aka? Kiyov kokteyllarimiz bor. BX'larda 3 xili bo'lyapti. Asal sariyog'ligi, X BX'imiz bor, Kiyov BX'imiz bor. Hozircha birozdan keyin dumbali bilan go'shtli BX'larimizni ham qo'shamiz. Havojichi issiqligi hisobiga hozir boshlaganimiz yo'q. Lekin kelsa bo'laveradi. Albatta kelsa bo'laveradi. Pastda qaranglar akalar, pastda Instagram akkaunti bor akamizni. O'tib obuna bo'lsana, 100 ming bo'lgan kuni bepulga ham daqadan 100 litr tarqataman deydi. Xudo xolasa, bepulga. Yormozor masjidi oldida obunasi 100 ming bo'lgan kuni, xudo xolasa mana shunaqada 100 litr mana shu o'rtada qo'yib bepul tarqatadi. Sizlar sababchi bo'lasizlar. Sumalarga ham hammasi tabiiy narsalar. Kelib, ichib, mazza qilib ketinglar, faqat foyda bo'ladi xolos. Like bosib obuna bo'lamiz.